Bu nimasi? Biz shu ish uchun turmush qurganmidik. Bir kun ajrashib ketamiz deb 5 yil sevishganmidik, Shahlo. Turmushda kamchilik, ko'pchilik bo'lib turadi, lekin bu bilan oson ajrashib ketish qanchalik to'g'ri? Yo, men tushunmayapman, hozir senga nima yetmayapti, nima kamlik qilyapti? Axir o'rtada biz 5 yillik sevgimiz turibdi, Shahlo. Gapirma. To'xta. Menga qarang. Men yozgi kiyimlarimni olib qishkilarga aralashtirib kelmoqchiman. Shunga chemadanga solib olib ketyaptim oyimnikiga. Nimaga siz tragediya yasavordingiz? Ummonni qo'shig'ini qo'yib, vannaga kirib, boshingizdan suv quyib, yig'lab o'tirasiz hozir. Yo, maqsadingiz ajrashishmi, a? Ajrashishmi? Shoshmang. Arslon izidan, ayol so'zidan qaytmaslik lozim.